Toshkentdagi mashhur attraksionlar narxi qancha? Poytaxtdagi ko'p parklarda kirish arzon yoki bepul. Asosiy pul esa ichkaridagi attraksionlarga ketadi. Asosiy parklar va taxminiy narxlar. Magic City taxminan 15 mingdan 100 ming so'mgacha. Eng mashhur, eng chiroyli va kechki vibe uchun top joy. Anhol Lokomotiv taxminan 10 mingdan 60 minggacha. Sayr ham qilasiz, attraksionga ham chiqasiz. Dream Park taxminan 10 mingdan 70 minggacha. Ko'proq o'yin, ko'proq vaqt, oilaviy chiqish uchun yaxshi. Ashxobod parki taxminan 10 mingdan 80 minggacha. Tinchroq, toza va hamyonbop variant. Toshkentland ayrim raydlar bo'yicha narxlar o'zgarishi mumkin. Klassik park, lekin borishdan oldin ishlash holatini tekshirish tavsiya qilinadi. O'rtacha hisobda agar 3 ta yoki 5 ta attraksionga chiqilsa, odatda bitta odamga 70 mingdan 200 ming so'mgacha ketishi mumkin. Eslatma, narxlar mavsum, kun va attraksion turiga qarab o'zgaradi. Xo'sh, siz qaysi parkdagi attraksionda eng ko'p uchgansiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.